erdek yaşa, buvangdek yaşap öl. Biz seni chet elga erkin yaşasın deb razılık bilan chiqargan. Boshqalardan anglsam oddiy bir namoyishlarga ham chiqolmaydi ekansan. Bizga zulm sistem qilgan Xitoyga bir qarshilikmi qilolmasang, sen ermo, sen dadang buvangning pushtimi? Gapni uzatmay balam. Nadil yaşsang erdek yaşa. Mas'uliyatchan bo'l. Oilangga emas, xalqingga ham vataningga. Vataning boshqalar tarafidan oyoq osti qilinsa, sen bu mangu boshqalarning oyog'ida o'milaysan. Bolalarning ham shu. Bizni o'ylama. Biz qaysarlik bilan yashayapmiz. Sen hergiz bichora bo'lib bo'yningni qisib qolma. Haras. Qo'shnimiz Husanjonning qizi Amina bog'u sening savoqdishing. Sana miroq qiz. Ota-onasini tutib ketib, u qizni Xitoyga tegishga majburlaganda u qiz ma'qul deb tekkan. Bütün mahaldagilar hayron qolgandiq. Lekin to'y kechasi u Xitoyning qonini soqol olg'ushning tig'i bilan kesib o'ldiribdi. Bütün mahalla u qizdan faxrlandi. O qizni tutib manganda texi vaqirab, biz sen Xitoylarni mushundoq o'ldirib tugitamiz, biz qo'rqmaymiz dedi. Bir hafta o'tib, mahalla do'qmushida gaza purchoq sotadigan Osman kam uyiga tuqqan bo'lib kirib olgan ikki Xitoydan bishiga ketman bilan urib o'ldirib qo'ydi. Hozir tuqqan bo'lib kelgan Xitoylar o'ylaydi, birli yetish emas, ayrim uyda yetib kechada talog'imi chiqolmay dasqa tarat qilib uyni purtivatdi. Demak, sening xalqing qahramon, sening xalqing o'lmaydi. Sen bir bilimlik ziyoli. Sen bilimingni vatan ozodligi, xalq erkinligi uchun ishlatgan. Bo'lmasa bergan sutimga men rozi emas. İnsan hamon o'ladi. Gap shu o'limning ahamiyatida. Men sening onang oddiy bir boshlang'ich maktab adabiyot o'qituvchisi. Lekin men hozir texmi qaysar bo'ldim. Men o'qitgan o'quvchilarimning ko'pinchisi Xitoyga qarshi shahid bo'ldi yoki turmada. Ular xalq oqqan suvda oqdi. Sen mu oilang shu suvda oqqay. Allah hammalarni vatan ozodligiga to'kib qo'shishga nasib qilg'ay, amin. Bizni o'ylama. Vatanni o'yla. Erdek yaşa. Xitoyning eng cho'ng dushmani bo'l. Turmaga kirsam u sendan faxrlanib yashay. Ruhingni tushirma. Xatimni o'qib yig'labmi yurma. Ruhi yo'q inson u bir jasad. Vatan millat ruhi yo'q inson u jasadmi betar. Xayr, Allohga omonat. Men uchun nevaralarimni so'yib qo'y. Kelin qizimga cho'nqir salomimni yetkazgin. Allohga omonat.